Xorazm viloyati Bog'ot tumani Namuna mahallasida joylashgan 685-446-kontrakt navbatdagi monitoring jarayoni uchun kelindi. Mazkur hudud Agrobank Bog'ot filialini bekitib berilgan. Kontr 10 gektardan iborat. Kontra pomidor ekilgan. Pomidorni umumiy holati yaxshi, hozirda ko'saklash jarayonida. Mazkur kontra 22 ta ijarachi belgilangan. Ijarachilar tomonidan mazkur hududlarda parvarishlab kelinmoqda. Dastlabki kimyoviy vositalar bilan ishlov berilgan. Biologik vositalar bilan ishlov berilgan. Hozirgi kunda ekin holati yaxshi. Mazkur kontra lider tadbirkor sifatida Xursand Bobur Alisher xususiy korxonasi biriktirilgan. Korxona tomonidan kimyoviy vositalar yetkazib berilib turibdi. Ekin holati normal holatda.